Alo, Boburjon, o'g'lim. Bugun masam bo'lmadi. Ovqatam qilolganim yo'q. Ishxonangda bu narsa ishga olib kelarsan, a? Bo'ldi, xo'p bo'ladi, onajon. Xo'p. Assalomu alaykum, bosh. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, Boburboy, tinchlikmi? Bugun sal ertaroq ketsam deyman uyga. Tinchlikmi? Onam mazalari sal yo'q ekan, shunga telefon qiluvdilar. Bugun ishlagan oyligimdan birorta ovqat olsam bo'ladimi uyga? Ha? O'zi 45 mingga ishlasang, qanaqa ovqat olib ketmoqchisan? Shahriyor. Bo'ladi, bermiz. Boyagi banketda qolgan ovqatlarni nima qildinglar? Itga berib yubormadinglarmi? Yo'q. Bor, tegilmagan tozasini olib kelib bittasi. Mana xo'jayin. Ber. O'zi bu ovqat uchun 10 kun ishlashing kerak edi-yu. Mayli, endi onamga deganing yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, iltimos. Bitta nonga yordam qiling. Aka, nonga pulim yo'q, shu ovqatim bor sizga. Gadoy. Necha marta aytdim senga bu yerda o'ralashib yurma. Ha? Shahriyor. Labay xo'jayin. Yo'qot mana uni. Ona. Ağır kunda tirgakdir do'st, xavotirda sergakdir do'st. Tunjani ko'zlaring qo'rqib qo'yibdi-ku. Mashhur san to'yni tushundingmi? Kimga o'zingga Qochmas aslo erkak do'st. Dushmanlari ortganida soxta do'stlar qochganida barcha qo'lin tortganida qochmas aslo erkak do'st. Erkak do'st, erkak do'st, qochmas aslo erkak do'st.